Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bir yana Zolotoy korona bilan bog'liq muammoni men aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik shu xatoga yo'l qo'yib qo'yapti. Ya'ni mana shu Zolotoy korona bo'lsin, shunga o'xshash mikrokredit qarz tashkilotlaridan qarzdorlik mavjud. O'z vaqtida to'lanmaganligi sababli u qarzlar уже bank xodimlari tomonidan sudga ariza bilan chiqilgan va Rossiyada Federalniy slujba судебный пристав tomonidan bu chet el fuqarosiga Rossiyadan chiqishga taqiq qo'yilgan va qarzdorlik undiruviga qaratilgan. Kartasiga cheklov, Rossiyadan chiqishga cheklov va mana shu chet el fuqarosini aniqlab, bundan undiruvga mana shu qarzdorlikni to'liq qoplash uchun qaratilgan. Bunda ko'pchilik vatandoshlarimiz qilayotgan xato, undiruvga qaratilgan bo'lsa, siz endi Zolotoy koronaga emas, balkim siz mana shu Federalniy slujba судебный пристав rasmiy sayti orqali o'zingiz haqingizda taqiqingizni, qayerga to'lanish kerak bo'lgan rekvizitni olib, onlayn o'sha yerdan to'lashingiz kerak. Aks holda bu to'lagan to'lovingiz hisobga o'tmaydi судебный приставga. Qaytanga yana siz aytaylik 100 ming rubl qarzingiz bo'lsa, Zolotoy koronani o'ziga to'lab qo'ydingiz ilova orqali. Qaytanga yana shu 108 ming komissiyasi bilan, undiruv xizmati bilan aytaylik 110 ming rublni qaytadan mana shu Federalniy slujba судебный приставga to'lashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, bu xatoni qilib qo'ymanglar. Agar qarzdorligingiz shu bilyapsiz, sudga oshgan, siz unda Zolotoy korona ilovasi orqali sizda qarzdorlik mavjud ko'rinib turgan bo'lsa ham, bu yerga to'lovni qilmang. Shu Federalniy slujba судебный приставning rasmiy sayti orqali kirib tekshirib, u yerdan onlayn to'lovni amalga oshiring. Bu videoni maksimal do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Keyingi videoda men mana shu ilova orqali to'lab qo'ygan taqdiringizda Zolotoy korona ilovasini o'zidan kirib to'liq qarzdorlikni qoplab qo'ygan bo'lsangiz, qanday harakat qilish kerak haqida men keyingi rolikda batafsil aytib o'taman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi foydali ma'lumotlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.